Nazar qilib uladim lekin zo'r bo'ldi. Bu kamera yonibdi. Hammaga assalomu alaykum azizlar va obunachilarim. Bugungi videoda avtobuschi hayoti bo'ladi. Hozir sizlar bilan avtobusda kira qilamiz. Bo'lmasam video boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bo'lmasam so'm olamiz. Zdachi uchun shu yerga qo'sa kerak. Kalit telefonimiz ham kerak bo'ladi. Tabletani yopishtirib olamiz. Keyin xo'sh, yana men bu ham kerak bo'ladi, pul qo'ygani. Bu ham kerak. Qorong'ida ishlaydi. Qolgani kerak bo'ldi. Pullar qolaversin men. Va bo'lmasa biz chiqib ketaveramiz. Xo'p, bitta bet qo'limizni yuvib chiqib ketamiz. Ketdik, bo'lmasam sekin tashqariga ko'chaga chiqib ketaveramiz. Xo'p, biroz non-pon bo'lsa, bitta nima bor? Yo'q, buni pirog bor ekan, 64 ta pirog olib kelib qo'yganman. Ana shuni bittasini hozir yeyman. Qorin ochib ketdi, zo'r ekan. Bo'ladi, xo'p, qolganini qo'yib qo'yamiz. Qornim to'ydi, bo'lmasam o'tib ketaveramiz endi. Xo'sh. Ну, ishim yaxshi, hozircha yomon emas, maza qilib ishlayapti. Открыть. Сесть. Bo'lmasam sekin biz yo'limizni boshlaymiz. Sekin chiqib ketaveramiz. Ya eshigim ochilib qoldi. Hop. Birinchi bo'lib meni shifoxonada ishim bor. Shifoxona tarafdan yurvormoqchi edim, lekin shifoxonada ishim bor edi, lekin men hozir boshqa yoqqa yurvordim, bir yo'l ishimga. Tek ketma. Voy, odam yo'q ko'chada. Sekinlikdan burilib olmasak bo'lmayapti. O'zi odam yo'q, qo'yiladi, kim ko'chaga chiqarib yuborgan. Sekin o'zimiz yo'limizga o'tib olamiz. Hop, hozir bekatga borib to'xtaymiz, avtobus bekatimizga borib. Ancha tezlashib oldik. Keyin chekkaga olib, mashina turamiz. Bo'lmasam bitta ish qilamiz. Hop. Odamning kelishini kutamiz. Chaqiramiz. Kelinglar, mana avtobus kerak bo'lsa dedi. Hop, ko'ramiz. Tozga qaytdim deyman. Hop, kelinglar, mana raddom durdom. Kelinglar, mana raddom durdom. Hop, hozirdan keyin chiqib yo'limizni tarafdan yuramiz. Sizlar bo'lmasa obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Ruchnoyda urib turmasak, sekinlashib qolyapmiz. Ana odam. Qimrat. Avtobus kerakmi?
endi. Oy ay noto'g'ri yurvardim. O bratan kutib turibdi ekanlar bizni. Chiqing. O'ndash oldingizmi? O'ndashdim. Hop. Ketdim, bitta aka bolalarchalar o'ynab yuribdi mashina yo'lida. Urvoraman hozir. Qoch. Qoch. Urvorma demiş qilib. Brat, avtobus kutib turibsizmi? Hop, sekin sizga hozir eshikni ochib berishim. Chiqing brat, o'ndashib oldingizmi? O'ndashdim brat. Hop. Bo'lmasam tushadigan bo'lsa aytib qo'yasizlar. Ha, yuraman brat. Kechgacha do'stlar mana shunaqa qilib ishlaymiz. Ketdik. Yo'limdan qoch. Umringdan to'yganmisan, o'zing yashaging kelmayaptimi? Yo'lingdan qoch. Men qamalishni istamayman. Chunki avval urib qo'ysa, hozir do'stlar biz qamab qo'yish mumkin. Aytishayotgan bo'lishlari mumkin. Namuncha sekin yuryapsiz. Endi bu do'stlar avtobus. Ana bekatimizga yetib keldik. Shu oralilar tushadigan bo'lsa. Ha, eshikni ochib chiqardimi? Ha, bo'ldi. Xo'sh. Valishda. Bundan qo'yib qaraydi ekanda. Ketayotganda olamiz. Hop. Yopamiz. Sekin bo'lmasam ha. Ya. Bo'laveradi. Mana shu kirib chiqaylik, bir ishim bor edi mana shu yerda. Serjant joydamikan? Ana qaysi joydamikan endi? Voy, 4-etaj. Ay, 4 emas, 3 to'g'riroq. Eng oxirgi etajga chiqishim kerak. Ko'chib ketishdi, batdan mayli adashibmiz. Ay, ayog'im. Mayli. Ketdik, bo'lmasam avtobuschiligimizni qilaveramiz. Odamlarim bor edi-ya, esimdan chiqib qoldi. Tush mashinamdan. Va mana mashinamga chiqdim. To'xtat, kalitman dedi-yu faqat. Iltimos, brat, mashinamdan tushing. Men mashinamga o'tira olishibdi akalar. Mashinamni olib, kamerani yoqaman. Do'stlar, men oldim avtobusimni, qaytarib oldim. Va jitlaka avtobus kerak emasmi? Xo'p, odamimiz bor. Sal tezlashmasa, eshikni ochib bu avtobusimiz mana bekat. Открыт. Taslam. Nima yomon bergan ma'mur. Navbat endi keyingi bekatga qo'yamiz. Xullas do'stlar, mana shunaqa qilib ishlaymiz. Ishdan keyin kamerani yoqaman. Ha, mana odamlarni ham olib ketyapmiz. Tezroq tashab qo'ysak uyga. Sekin burilamiz. Ay, sekin. Tezlashib ketdim. Sizlar bo'lsa like bosib qo'yinglar do'stlar. Yuramiz. Buril. O'tib ketib qolma. Ay, ilom ketdi. Va mana shu joy уже bizni bekat. Biz bekatlarimizga pitaga yetib keldik. Hozircha hech kim chiqmabdi. Mana
ishiydi yo'q deya ketdik. Mayli, o'tirib turaveringlar. Bo'lmasam bitta kirib chiqamiz, ishim bor aytdi. Keyin kamerani yoqaman. Va mana oxirgi reysim ham tugadi. Endi mashinani xonadan endi uyga qarab yuramiz, ketdik. Uyga borib endi dam olamiz. Bugun ishim yaxshi bo'ldi. Omalik qiyin bo'ldi bugun. Lekin ishladi yaxshi. Endi uyga borsak bu yomon charchadim lekin bugun. Lekin sizlar do'stlar meni kanalimni kuzatishda davom etinglar. Obunachi keyin shu Minecraftda speedrun qiling degan ekanlar. Men speedrunni qanaqa qilinishini bilmayman, shuning uchun speedrun qila olmadim, uzr. Minecraftda hali yangiman, uzoq emas. Eski emasman, yangiman. Hali anchadan beri o'ynaganim yo'q edi o'zi. Bugundan mana boshladim, 2-3 kundan beri o'ynayapman. Speedrun qilishni men to'g'risini aytaman, bilmayman. Ketdi bo'lmasam. Adashmasam o'rmonga kirib ketmayapmizmi biz? Adashib yurardim men. O'z boyagi joydan qaytib olmoqchi edim, ketib qoldim. Yo'lim nariyoqda edi, men hozir nariyoqqa yurishim kerak edi. Noto'g'ri yurdim yana. Ama aytamda burilib kelishim kerak edi ana. Burilishimni temirdan nariyoqda edi-da. Ketdik, mashinadan yuramiz. O'zim boshida yo'l adashmasam nariyoq. Prosto o yerda temir bor edi. Burilolmaydigan qilib qo'ygan ekan. Shuning uchun shu tomonga o'tib oldim. Yo'q, endi mana ishdan o'tdik. Men hozir to'g'ri keldimmi? Ketdik. Bu tomondan burilishim kerak edi. Ha. Da keldim-da, xullas men eslayman yo'limni. Men hozir bolalardan yurvormasak bo'lmayapti, qiyin bo'lyapti. Mana shu tarafda. Men hozir qaysi tomon yurishni bilmay qoldim do'stlar, to'g'risini aytaman. Shahar kattaligidan uyimni yo'qotib qo'ydim. Bir xil binolar ko'p. Mayli, men bu tomonga o'tib oldim, lekin tezlashib olsak uyimni topaman. Bilaman uyimni qayerda bo'ldi. Bu qorong'i vaqt. Adashmasam shu topamiz, uyga kelib qoldim o'zi. Bundan keyingi yo'lak edi adashmasam. İşte doğma adashmasam. Yo, bunisi bas bundan keyingi dom ekan, adashib kirib keyingi domga kiramiz. Ayyo, bu ham bas. Sal bo'ldi. Deydiganmi, o'zi sal qolmadi. Xo'p do'stlar, uyimga borib kamerani do'stlar yoqaman. Uyimni bilaman, manzilga ketyapman. Va mana biz uyga yetib keldik. Juda charchadim bugun.
ochiq, eshigi yopiq. Kapamiz eshikni. Bo'ldi. Hop, endi sekin kirib uxlasak ham bo'laveradi. Bugun charchadim lekin do'stlar. Kirib endi uyqudanamiz. Hop do'stlar. Yo'q, meni uyimda nima bor? Yo, meni uyimda nima bor deyman? Ha. Kalit bilan boshingga urinma. Xo'p do'stlar. Bo'lmasam maza qilib uxlaymiz, narsalarni solib qo'yamiz. Mana 38 bo'ldi, 33 deydi. Ya janob merga nima qilib ko'ray, prezidentga. To'xta, keyin uxlaymiz. Ko'targanda, ko'tarmayapti. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Prezident? Yo'q, kim yaramas? Yo, prezident siz emas. Hozir uyingga odam yuboraman. Yaramas deganingga ham javob berasiz. Prezident unaqa emas, siz emas. O'tirib qo'y. Sonida bo'ldi. Hammasi men uxlayman, yo'qol uyimdan. Bo'lmasam do'stlar, bugunga yetadi. Bo'lmasam do'stlar, ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, avtobuschi hayoti serialini ikkinchi qismi chiqishini xohlasalaring, kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyalar portlatinglar va bor yo'g'i do'stlar, sizlar menga mana shu video tagida bor yo'g'i 20 dona like to'plab bersalaring, ikkinchi qismi chiqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.